PUBG'da 120 FPS va 90 FPS da ishlab beradigan Poco modellari qiziq bo'lsa, qog'oz videoni oxirigacha ko'ring, birgalikda obzorini ko'ramiz. Poco X6 Pro deb nomlangan ushbu modelimiz PUBG uchun 90 FPS da bemalol ishlab bera oladi. Xotirasiga keladigan bo'lsak, shu apparatimiz holati 12 GB RAM, ya'ni operativka 512 GB o'zini xotirasi. Narxi atega $220 chiqadi. PUBG chilan sevimli telefonlardan biri 90 FPS da bemalol ishlab bera oladi ushbu apparatimiz. Albatta hech qanday aybi nuqsoni yo'q. Bu telefonimizni 30 kun davomida garantiya qilib bera olamiz. Ikkita sim kartalar ham emaykasi ro'yxatdan o'tgan, bemalol ishlatib qo'yishga arzib qo'yadigan telefonlardan biri. Narxiga arziydi albatta. Agar siz boshqa viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, sizga pochta orqali dastavka qilib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84-do'kondan bizni topib olsangiz ham bo'ladi. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz va Poco X7 Pro haqida obzorni davom ettiramiz. Poco X7 Pro modelimizni ham ko'rishingiz mumkin. Holati vobshe ideal holatda saqlangan. Buni ishlatgan egasi menimcha avaylab, asrab, salafanga o'rabmi yo o'zini dastromoljasiga o'rab ishlatgan bilmayman. Xullas ideal holatda saqlanib qolgan ekan. Hatto o'zining zavodskiy plyonkalar ham ekrandan hali ko'chirilmagan ekan. Korobka dokument zaryadniklari ham o'ziga tegishli. Kstati bunda 90 vatli zaryadnik chiqar ekan. Ikkita sim kartasi ham ro'yxatdan o'tgan, hech qanday aybi nuqsonlari yo'q. Xotirasi 8 ga 256 GB ni tashkil qilar ekan. Ushbu apparatimiz narxi atigi $300 ga berib yuboramiz. Hech qanday aybi nuqsonlari yo'q albatta. 30 kun davomida garantiya qilib beriladi. Emayklar ro'yxatdan o'tgan. Kimga qiziq bo'lsa, bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.